Bestun modellarini ko'pchilik bilishadi, lekin sizlarga hozir yangilik qilib beramiz. Aynan avtosalonda yangi model kirib kelgandan keyin Sherst akamiz bilan arzon qilamiz. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Yaxshi keldingizmi? Shukr aka. Yangi model olib ketashlaringizmi? Yangilik qilishdan to'xtamayapsizlar ochig'i. Albatta. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bugun Bestun Buxoro avtosalonida yangiliklarni zo'ri bor, xudo xohlasa videoni o'tkazib yubormanglar. Video davomida batafsil bitta aytib beramiz. Bizdagi ketayotgan chegirmalar, yangi modellarimiz haqida, undan tashqari mashinalarimizga qo'shib beriladigan bonuslar haqida bitta video davomida aytib boramiz. Undan oldin bitta manzilimizni eslatib o'taylik aka. Manzilimiz Buxoro shahar Sitora mashina bozorini qarama-qarshisidagi Bestun 212 rasmiy avtosaloni. Mana bu tarafda mana Bestunda o'zi yozuvlari ham turgan ekan. Albatta, kelaverishda mana yo'lda o'zini logotiplarini qo'yganmiz. Lokatsiya so'rasa ham bemalol tashlab beramiz. Bemalol telefon raqamlar qoldiramiz. Agar manzilimizni bilmoqchi bo'lsalaringiz, tushunmay qolgan bo'lsalaringiz agar telefon raqamlar orqali aloqaga chiqsalaringiz agar menejerlarimiz sizlarga batafsil ma'lumot berib, manzillarimizni ham tushuntirib o'tadilar. Xudo xolasa. Akajon, ichkariga kiraylik bo'lmasam. Ustidan ozroq yetib ekan. Aka, nima yangiliklar bo'lyapti o'zi oluvchi insonlarga hozir 2026-yil mana aprel oyida? Albatta chegirma bonuslar qilib bersalaringiz kerak. Albatta, xudo xohlasa chegirma bonuslar hammasidan bo'ladi. U har doim bo'lgan shu vaqtgacha. Bundan keyin ham to'xtab qolmaymiz. Bitta kirgan vaqtdan Bestun brendining ikki xil modellariga ko'zlaringiz tushadi. Bittasi Bestun B70 Restyling, ikkinchisi Bestun T77 o'sha legendarniy crossoverimiz. Qisqacha aytib o'tamiz, xarakteristikasi, to'lov usullari, narxi va ko'pchilik so'raydi endi zapchast masalasi. Zapchast masalasida ham bitta qisqacha tushuntirib berib o'tib ketamiz. Keling aka, birinchi Bestun B70 modeldan boshlaymiz. 1.5 turbina dvigatel, 169 ta o't kuchi, 7 pog'onali Aisin avtomat korobka, 4 ta baloni ham nezavisimiy mustaqil, demak podveskaga ega. Mashinamiz 0 dan 100 gacha chiqishi uchun 7,5 sekunddan to 8,5-9 sekundgacha vaqt sarflaydi. Bu albatta rejimiga, yo'qilg'izga qarab, xudo xohlasa sizga o'zingiz xohlagan komfortni beradi. Shahar ichi uchun ham, dalniy trassa uchun ham eng idealniy sedan variantlarimizdan bittasi shu. Bunda Bestun B70 modelimiz aytishingiz mumkin, qaysi modellar bilan hozir tenglashtirsa, solishtirsa bo'ladi. Malibuga o'xshatdim. Xuddi shunday. O'zimizni mashinalardan shu Malibu, Gentra, mana masalan Cobalt haydaydigan ko'pchilik mijozlarimiz kelib, trading xizmatimizdan foydalanib, demak, haydab yurgan mashinalarni bizga topshiradilar. Biz bozor narxida hisoblab olamiz va mana bunaqa Bestun B70 sedan xohlovchilar uchun variantini o'zimiz taklif qilamiz, aka. Xudo xolasa. Mashinamizga rasmiy 3 yil kafolat beramiz yoki 120 ming kilometr. Ko'rishingiz mumkin, shu yoqdan ham bilsangiz bo'ladi. Beskulchovoy do'stlari bor. 360 gradus kamera, datchik sveta, datchik jazda, klimat kontrol, kruz kontrol funksiyalari ham bor. Putlarni ham qarang, qanaqa bir ajoyib tarzda ishlangan ekan. Skozgichaklari juda ham bir neavishni. Ichki saloni ham anchagina keng ekan. Charm o'rindiqlar, tepada panorama tomlarigacha hamma joy ideal. So'z tugmalari alohida ishlayotgan buni. Yoqib ko'rsak bo'ladi, aka? Bemalol aka. Ruli anchagina yumshoq ekan lekin. Bir barmoqdan. Mana aka. Zo'r. Ot kuchi nechta edi aka buni? 164 ta aka, 1.5 turbinasida, 2 turbinasida 224 ta. Hozir salonda nalichida bor, ha, tayyor. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Narxlari qanaqa bo'lyapti aka? Mashinamizni o'zini tan narxi 305 million 118 ming so'm, chegirma asosida hozirda 266 million so'mga naqdga yoki avtokreditga xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari o'zini tan narxini, demak, bo'lib to'lashga beramiz. Boshlang'ich 50% ni to'lab, qolgan 50% ni 24 oygacha bo'lgan muddatga
rassrochka asosida xarid qilsalaringiz ham bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Agar 24 oy kam desangiz, 36 oydan boshlab to 60 oygacha bo'lgan muddatga imtiyozli avtokredit asosida ham mashinalarimizni beramiz. Tushunarli. Zo'r. O'sha narxda ichida bemalol mana 50 gini to'lab, istalgan modelda 50 gini to'lasa rassrochka qilib berasizlar, ha? Xuddi shunday. 50 dan pastiga chiqmaydimi? 30% bilan yoki 30%, 40% bilan ham chiqadi. 1 yil, 1,5 yil muddatga. muddati kam bo'ladi. Muddati kam bo'ladi. Qilib beramiz. Tushunarli. Bundachi? Keyingisi 577, aynan aytib o'tgan 570 ni xarakteristikalari bilan, parametrlari bilan bir xil 1.5 turbina dvigatel Toyota Rush modeliga tegishli. Mashinalar o'zimizda O'zbekistonda yig'ilyapti, milliy brend bo'ldi, milliy mahsulot bo'ldi. Rangiga alohida e'tibor Salon rangi juda ham bir o'zgacha qilib ishlangan, panoramli lyuklari bor, cruise control, climate control funksiyalari ham bor aka. Bozorga yaxshi kirdi, xudo xohlasa, savdosi ancha yaxshi. Olgan mijozlarimiz bizdan mamnun, mashinadan rozi, xursand. Bemalol haydab maza qilib yuribdilar, xudo xohlasa. Anchagina keng ekan mashinaning saloni, rullarini kattaligini qarang buni. Bitta yoqib ko'raylikchi. Bu qayerdan yoqardi? Ha, mana yerda istarsa. To'g'risi aka, mana bu joylari BMW ga ham o'xshab ketar ekan-a, dizayni. Shuni akvaprintlari bor, chiroyli, salon ichini ham ichini ko'rinishga ega. Faralari LED ekan-a, LED. LED proyeksionli optik linza. Narxi B70 bilan barobarmi shundayda? Bir xil. Bir xil. Bir xil. Xohlovchilarga sedan, xohlovchilarga Kim xohlasa sedan, kim xohlasa paroglarni crossover. ham qo'yib berasizlar. Albatta, paroglari bilan birga o'rnatib, hammasini chiroyli qilib, pad garantiya qo'yib o'rnatib beramiz. Hech qanaqa masala yo'q. Shu o'rinda bitta aytib ketaylik, 577 modelimizni ikki xil komplektatsiyasi bor. O'zimiz tilda aytda pozitsiyasi bor aka. Birinchi pozitsiyasi luxury pozitsiya. Narxi aynan o'zi chegirmada 266 million so'm. Bemalol kelib 5 Buxoro avtosalonimizdan nalichida bor, xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi komplektatsiyasi premium komplektatsiya. Orasidagi farq tafovut narxida 6 million so'mgacha. Orasidagi farq bo'lsa 3 ta mashinaning o'zida. Aynan ikkinchi pozitsiyasida 360 gradus kamera bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasida 19 razmer diska, birinchi pozitsiyasida 18 razmer, ikkinchi pozitsiyasida adaptivniy cruise kontroli bor, birinchi pozitsiyasida oddiy, обычный o'zimiz mashina cruise kontroli. Motor bir xil, motor, dvigatel, salon, hammasi bir xil, ходовой частьlar hammasi bir xil aka. Birga bir, hech qanaqa farq yo'q. Salon rangi bunda qora ekan mana. Bunda aka xohlasangiz, hozir ko'rgan birinchi pozitsiyaning rangidan, ya'ni молочныйsidan xohlasangiz ana shu olcha rang, bordovidan xohlasangiz qora. Uni har xil kombinatsiyasida xarid qilsangiz bo'ladi. O'zingizga ma'qul kelgani, xohlaganini. Mana salonlari ham haqiqatda komfort. Hattoki mana bu skor richaklarigacha BMW dizaynda qilingan ekan-da. Shunday. Zo'r. Narxi 266 million, birinchi pozitsiyasi chegirma narxida. Rassrochkaga chiqarib beramiz. Albatta, rassrochkaga deysizmi, avtokredit, imtiyozli avtokredit, naqd pulga bonuslari bilan birga qo'shib beramiz. Faqat videoni ko'rayotgan bo'lsalaringizlar, shoshilinglar, soni cheklangan mashinalarimiz soni ham, bonuslarimizni ham soni cheklangan. To'g'ri tushunishlaringiz kerak. Har bitta kelgan mijozga eng arzon chegirmali narxida bonus qilib berishning iloji yo'q. Eng arzonni olyapsizmi? Demak, shoshiling, imtiyozli vaqtda boshidagi 5 ta, 10 tagacha, 15 tagacha bo'lgan mijozlarimizga qo'ldan kelgancha bonuslari bilan, full to'liq bonuslari bilan harakat qilamiz qilib berishga. Tonirovka, parok, polik, radiator setka yoki benzinlarigacha qilib beramiz aka. Muhimi, videoga like bosib, Humonov kanalidan ko'rib kelyapman deyish esdan chiqmasin akalar. Mana shu Instagramimiz o'zi shu yerda doim xizmatlaringizda bo'ladi. Aytib kelsangizlar, mana Jaqqa javob dedik, aytilgan bonuslarni mana shu ishdan olarasizlar akalar. Tamam, gap bo'lish mumkin emas. Bo'ldi. Haqiqatan ham akalar, O'zbekiston bozorida oldin ham bu modelni men ko'rganman. Endi prosta o'rtada qanaqadir uzilish bo'ldi, Uzilish bo'ldi.
2026 kuzovda yangi gibrid avtomobil kerak bo'ladigan bo'lsa, mana kelaverasizlar. Avtofonda tayyor ekan. Narxlar bilan aytib o'tamiz bularni. Fengon S508 modeli 7 kishilik oilaviy gibrid crossover bitta to'liq zapravka bilan 1200 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Nimasi bilan farq qiladi 7 kishilik mashinadan? Boshqa 7 kishilik mashinalarda bunaqa komfort, bunaqa sifatga va eng asosiysi bunday narxga topa olmaysiz boshqa brenddan. Faqat aynan ushbu modelimizda zavodskoy video registrator deysiz, cruise control, climate control, 360 gradus kamera deysizmi? Eng asosiysi gibrid atmosferli motor bor va 177 ta o't kuchiga ega, slipoy zonalari bor, besключевой dostuplari bor. Mana bu salon ichki interyeriga bitta e'tibor beringlar. Qanday qilib ishlangan, o'ziga juda ham yarashib turibdi. Shundayda aka bunga metan propan qo'ysa bo'ladi-da. Bemalol. Atmosferni bo'ladi. Bemalol, hech qanaqa unga cheklov yo'q. O'zi rasxodi qancha? O'zi rasxodi gibrid holatida mashinamiz rasxodi 3,5 litrdan to 5,5 litrgacha ichadi. Endi albatta aka bu rasxod degan narsa sizni haydash sharoitingiz, manevringizdan kelib chiqadi. Endi shahar ichida ko'proq, dalniy yo'lda kamroq va rejimiga qo'yasiz-ku, ekonom, normal, sport rejimlariga almashtirib haydashingizdan ham bog'liq. Kimdir normalga qo'yadi yo sportga qo'yadi, rasxod ozgina ko'payib ketadi. Kimdir faqat ekonom bilan yuradi, dalniy yo'lga ko'proq yuradi, rasxodi kamayib ketadi aka. Bu mashinani har xil ta'rif bersa bo'ladi, har xil bu mashinaga kommentariya yozsa bo'ladi. Eng asosiysi kelib bitta mashina haydab ko'ring yokida eng ideal to'g'ri sizga nima tavsiyani shu mashinani minib ko'rgan odamlardan bitta so'rasangiz agar, hammasini to'g'ri, to'liq, batafsil tushuntirib beradi. Yoki pastda telefon nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Menejerlarimiz sizlarga qo'ldan kelgancha batafsil tushuntirib berib o'tib ketadi. Panorama tom, ha, albatta. Barlarida xolodilnik ham bormi? Barlarida xolodilnik ham bor. Беспроводной zaryadkalari ham bor. Richagini. Qo'shimcha беспроводной zaryadkasi mana shu yerga joylashtirilgan ekan. 12 voltlik razyon. Keyin Type-C ga bor ekan. Zo'r. Narxi qanaqa aka buni endi? Siz hozirda ushbu mashinamizni chegirmali, demak 322 million 400 ming so'mga Besun Buxoro avtosalondan xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Mashinamizni faqat naqdga yoki avtokreditga olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozircha ushbu modelimizda rassrochka yo'q. Telefon raqamlar qoldiramiz. Qancha boshlang'ich to'lovingiz bor va qancha muddatga olmoqchi bo'lsangiz agar bitta telefon qilsangiz, qo'ldan kelgancha batafsil tushuntirib beramiz, xudo xohlasa. Mana bagaj sig'imlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bagaj juda ham keng, kattagina. Agar 7 kishilik 7 kishi mindiraman desangiz agar, mana bu orqa 3-qatorni bitta ko'tarsangiz agar, mana sidenalar ko'taradi. Kачествosiga e'tibor berishlaringiz mumkin. Charm 100% charm bilan qoplangan mashinamiz. Bu mashinani aka ko'chadagi laqabi yuruvchi tank. Ko'chada yuruvchi tank, haydovchi tank deydi. Mashinaning sifati juda ham bir yuqori darajada. Endi narxiga nisbatan solishtirganda biz aytmaymiz, boshqa brendni falon bir mashinasidan zo'r yo bir boshqa brendni ana bu mashinasidan kam demaymiz. Biz aytayotgan vaqtda, ta'rif berayotgan vaqtimizda narxidan kelib chiqib gapiramiz. Avtomashinalarda shunday. Endi agar siz shu 322 millionga shu mashinani olyapsiz, 322 millionlik birorta mashina bilan solishtirsangiz to'g'ri bo'ladi. Lekin siz bu mashinani olib 600-700 millionlik mashinalar bilan solishtirsangiz endi xato narsa u. Asosiysi oilaviy 7 kishilik gibrid va narxi 322 million 400 ming so'm. Aynan Besun Buxoro avtosalonida nalichda bor. To'lov qilib kutmaysiz. Kelasiz, test drive qilib ko'rasiz, bitta pasport 12 ta viloyatga avtokredit yoki naqd pulga mashinani xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari mashinamizga 3 yil yoki 120 ming kilometr rasmiy kafolat ham beramiz. 120 ming kilometrgacha kafolatlari bor. Endi aka mana shu narsani ichida uni motori, kuzov jihatlari, elektronikasi nimasidir ketib qoladigan bo'lsa, shu kilometrgacha taxlab beriladi. Xuddi shunday.
shunday. Undan keyin garantiyani chiqadi. Xuddi shunday. Ha, xuddi shunday aka. Buni hadoylari alohida. Alohida. Ana. Moshina ekan lekin, buni qarang baquvvatligini. Albatta. U bekorga bu laqabni olmagan aka. Yuruvchi tank dedingizmi? Yuruvchi tank. Ko'chada yuruvchi tank. Zo'r gap yo'q akalar. Bu mashinaga o'zi ortiqcha ta'rif ham shart emas-da aka. Faqat biz o'zi bugungi videomizdan manfaat ko'zlagan maqsadimiz shu mashinani 2026-yilda kuzovdagisi yo'q edi-da hozirgacha. Shunday. Birinchilardan bo'lib olib keldik. Kelib, bemalol ko'rib, xarid qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi akalar. Aka, buni hozir qarang. Misol uchun naqdga olaman desak, nalichida qanaqa ranglari bo'ladi? Faqat oq rangidan bor aka hozircha. Faqat oq. Hozircha bori oq aka. Endi yaqin vaqtlar ichida balkim qorasidan yoki boshqa ranglardan zavod yo bir ketirsak, tashkil qilsak shu narsani bemalol bog'lanasizlar. Yana u uchun ham yana alohida video qilamiz aka, yangilik bo'lgan vaqt. Endi birinchilardan bo'lib albatta Humoyunus kanalida bo'ladi yangiliklar. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lmay kuzatadiganlar va bu videoni Inamarkaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sizlarga yana bir taklifimiz bor hozir Humoyun akam bilan birga. Menga elektr yo gibrid kerak emas, shu 7 kishilik crossover kerak, faqat benzinda yursin deydiganlar uchun marhamat, bitta ko'rsatib o'ting buni ham. X90 Plus modeli faqat Jetur brendidan o'zi atigi bor yo'g'i 2 dona qoldi. Shuning uchun soni cheklangan. Telefon raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. 1.6 turbina dvigatel, 197 ta ot kuchiga ega 7 kishilik. Hozirgi oldingi sanab o'tgan modelimizdagi bor funksiyalarni xudo xohlasa hammasi shu modelimizda ham bor. Faqat farqi benzinda harakatlanadi. Benzin sarfi shahar ichi va uzoq yo'lda aralash siklda harakatlangan vaqtda 9-10 litrgacha deyarli benzinni ichadi. Endi rejimiga qarab, yurishingizga qarab, aynan 7 kishilik oilaviy crossover yurmagani, akalar, diqqat qilinglar, yurmagan yangi mashina. Bor yo'g'i 2 dona qoldi. Shuning uchun shoshilamiz, soni cheklangan. Aka, o'tgan safar videomizda 3 dona edi, demak bittasi sotildi. Shunday. Shuning uchun harakat qilamiz tezroq shartnoma qilishga kelib, mashinani haydab ko'rib, bitta pasport bilan 12 ta viloyatga va aynan shu modelimizga rassrochka, kredit, naqdga bemalol xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Mashinamizning chegirmali narxi 339 million so'm. 3 yil rasmiy yoki 120 ming kilometr kafolati bo'ladi. Xudo xolasa. Salonlarni bitta ko'rsatib qo'ying, alohida ajralib turadigan tomonlari bor. Bismillahirrohmanirrohim. Pamit sidenalarigacha bor. Mana skor richaklarigacha mana chiroyli holatda. Tepada panorama tomlari. Mana bu yerda mana yoritish chiroqlari qo'yilgan. Hali ikkalasini bossak, ikkalasi yonib o'chadi. Zo'r. Xullas tepalarigacha qoraytirib salonlari. Mana bu lekin alohida rangiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Rangi neobычный ko'pchilik Inamarkalarda shu rang yo'q, orzu qiladi. Lekin aynan birinchilardan bo'lib Jetur brendi chiqargan bu rangni salon dizayni bo'yicha. Jetur brendini mashinalarning ichida eng bir mashhuri, xalqga ko'p yoqadigani shu X90 Plus aka. Buni ham aka ko'p ta'rif berishimiz shart emas, xalqda o'zi bilishadi bu mashinani. Naqd olaman deganlarga aytgan bahongizdan ham yana chegirma qilib berish iloji bormi? Chegirma qilib beramiz, xudo xohlasa. Bu narxidan ham tushib, ustiga bonuslar bilan ham qilib beramiz. Faqat realni oluvchi insonlar bo'lsa. Shunday kelib, kelishib aytgan narxidan ham nasib bo'lsa chiroyli 339 milliondan ham xudo xohlasa tushirib beramiz. Aynan Humoyun uz kanalidan ko'rib keldim desalar agar, yana bonuslar bilan chiroyli qilib beramiz. Endi bundan tashqari yana 7 kishi ham kam desalar agar menga ko'proq 9 kishi, 11 kishi oilaviy yurishga yo bir biznes uchun kerak, xususiy maktab, bog'chada ishlayman desalar agar, turizm bilan shug'ullanaman desalar, aynan Bao brendidan M7 modelimiz ham bor.
Endi sezib turibsizlar, video davomida odam soni ko'payib boryapti. 5 kishilikdan boshladik, 11 kishiga kelib to'xtadik. Aynan mashinamiz 2 atmosferni dvigatel bilan jihozlangan, 144 ta o't kuchiga ega. Metan, propan bemalol o'rnatsalaringizlar bo'ladi. Mashinamizni benzin sarfiga keladigan bo'lsak, aralash siklda 10 litrgacha benzin ichadi. Ikkinchi qatori kapitanskiy sidenalar. Albatta, cruise control, climate control, start stop, avtomat korobka, elektron sidenalar va undan tashqari aka ko'pchilik inomarkalarda bo'lmagan Abduf Abagre funksiyalari ham bor. Salonda rangini qarang, mana oldi shofyorga ham alohida nima deydi qulaylik, ham kamiga avtomat korobka ekan bu. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa rang bo'yicha aka palon pul berib tuning qildirishadi. Xuddi shuni. Moslab. Bu hozir narxi qancha endi? Hozirgi narxi 225 million so'm. Mana 325. 325 million so'm. Million so'mga olsak bo'ladi. 225 million desangiz, o'xda deb adashib ketdim aka. Mana 11 kishilik mexanika varianti bor aka, bu o'zi 7 kishilik varianti. 11 kishilik mexanika varianti bor, 287 million so'mga olsangiz bo'ladi. Hozir shundayda B kategoriya bilan bemalol haydasak bo'ladi buni. Ha, bu B bilan bo'ladi. B bilan bo'ladi. Lekin sidinalari kapitanskiy ekan. Gap yo'q, lekin haqiqatdan maza qildim rangi. Mashinamizga 3 yil yoki 120 ming kilometr rasmiy kafolat beramiz. Endi har qanday mashinamizda ko'pchiligida hozir rassrochka bor va hozir salonimizda bo'lmagan 212 modelimiz ham bor. Oldingi videolarda obzor qilganmiz. Hozircha aka tugab qoldi, talab juda ham ko'p. Yaqinda xudo xohlasa keladi. U uchun ham yana bitta alohida video qilamiz. Va hozir bor mashinalarimiz shular. Endi bitta aka servis va zapchast masalalarini gaplashib o'taylik. Xudo xohlasa burchak tashkil qilganmiz. Zapchastlar haqida 212 kelganda ham lekin dahshat bo'lib keladi obunachilar. Yangi restyling surpriz qilib. Uni ham videosini chiqaramiz alohida. Mana bu yoq servis burchagimiz, zapchast burchagimiz ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rgazma uchun terib qo'yganmiz, asosiy zapasimiz, skladimiz boshqa joyda. Har qanday o'zimizda sotilayotgan har qanday modelni istalgan bir zapchastidan topib bera olamiz. Endi inomarka olayotgan vaqtda ko'pchilik zapchastiga qiziqadi. Zapchast tomonlama qanday bo'ladi, qanaqa topib bilamizmi, topa olmaymizmi deydiganlar uchun telefon raqam qoldiramiz. Har qanday modelingizni o'zimizda sotilgan 5 Buxoro avtosalondan sotilgan har qanday modelni, har qanaqa zapchastini topib beramiz. Xudo xohlasa, bunaqa mo'ylaridan tortib, filtrlaridan, radiator ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rgazmay qo'ygan bamperlarimiz. Mana bu tepada bamper, mana bu ko'rib turgan T77. Bu ablisovkasi mana oldi qismida. T77. Eng ko'p ketiladigan narsalar asosan mana bamper qiriladi, sinadi, ablisovka ketadi. Stoplar, optikalar, orqa stoplari mana. Shishalari bor ekan, labovoylar. Mana. Xullas hammasigacha bor mana bu. Bu T77 niki. Xullas nima so'rasizlar borda akalar, mana bu T55. T55 tika mana. Hammasidan bor. Hattoki oddiy korotkalarigacha tayyor ekan. Hamma narsasidan xudo xohlasa topib beramiz. Hech qanaqa zapchastdan muammo bo'lmaydi. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz bu narsadan. Videoga like bosinglar, kommentariy o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Qanaqadir sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa ham yozasizlar, biz sizlarga qo'limizdan kelgancha albatta javob berib o'tamiz. Va eng asosiysi obuna bo'lishni unutmaymiz. Yaqinlar, do'stlar, yangiliklar bo'ladi, albatta birinchilardan bo'lib Humoyun.uz kanalida aytib beramiz. Hammadan oldin yangiliklardan xudo xohlasa xabardor bo'lib qo'yasizlar. Обязательно akalar bitta like bosib qo'yish, kanalga obuna bo'lish, esdan chiqmasin. Tanjonlar sog' bo'lsin. Besin demayman, lekin любой xonadoningizda mana shu inomarkalarni bittasi zo'ri bo'lsin, taklif berish bizdan, qaror qabul qilish esa sizdan bo'ladi akalar. Lekin bosforsizlar yomon mashina emas.